Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bizga kelayotgan herhalde virus bo'lishi mumkin. Telefonimga to'xtamasdan uchurlar kelib, virus kelib yoki telefonimni qatirib qo'yayotdi. Bu kimlar tarafidan bo'lyapti, bundan xabarim yo'q. Shuni qaytadan boshlashga davom qilishga to'g'ri keldi. Allah emeylendi razı olsun. Erkin Ekrem efendim İşkiran'da bizge nemkaya çağrılıkta. Bana uçur evet çağrılıkta. Ben sözünün ahırını davamlaştırma. Erkin Ekrem efendim siz benim avazımı anlavatkan bolsanız bana uçur evettim. Biz yine söhbetimizin devamını kılaylı. Bana toxtamasın İşkiran'a teklif Kildiğen qarindoshlar to'la ekranni qatirib qo'yibdi. Shuning bilan bizniki bu jonli yayinni muvaffaqiyatli qilish nisbatimiz tuvan bo'lyapti. Shunday bo'lsa-mu biz davom qilamiz, amalimiz yo'q. Chunki biz bir davlatning oldida bir davlat bilan yetishayotgan odamlar. Kelib dunyodagi eng kuchli bir davlat bilan yetishayotamiz. Uning uchun bizga bunda bir ziyonkashlikni qilish ham bu bir tabiiy bir ahvol. Ondan ma'lum kompyuterlar olay. Şuna amal yok, mecbur bu programımız bu şekilde devam kıldı. Sizinki sözünki ahırda kelgen yani şu sualın cevabınınki ben yana devam kılay. Yani biz qanchalik yani bu to'g'ri tarixda Zozontanın devirden bolsun yoki şu Manjularning devirden bolsun başladık. Ama ben şahsen Uyg'ur bo'lib tug'ildim. Uyg'ur ailesi tug'ildim. Ben tug'ilsam ota-onam Uyg'urken, Uyg'urcha paranglashadigan, dindarken, uningdan boshqa men tug'an Qashqar shahrining ichida men Xitoyni ko'rmay cho'ng bo'ldim o zamanda. Shuning uchun bu Xitoylashtirish harakati keyingi bu 10 yil, keyingi 15 yil, keyingi 20 yil ichida haddidan ziyoda haqiqiy, ya'ni bizdek yoshlarga nisbatan jiddiy shaklda ta'sir ko'rsatdi deymiz. Shunga u kundan bu kuniga emaslar. Meyli siz davatkan, hesaplayotgan 19. yüzyıl, yani şu yoki 20. yüzyıl Manjulardan tortib hozirgacha bo'lsin, yoki bu keyingi 20 yil, 30 yil jarayoni bo'lsin, Uyg'ur xalqi qanchalik assimilyatsiya bo'ldi, ya'ni qanchalik o'zgarib ketdik biz. Buni hisoblashga bizningki mumkinatimiz bo'lamdi demakchi. Buni hisoblamak pek ters ama şu 20 yıl evvel Uygurlarınki assimilasiya buluşu biraz kıyındı Xitay için. Çünkü Xitay'ınki assimilasiya kılışınınki bir siyaseti uçuk emesti ve bisinme onculuk emesti. Hem de bu Xitaycı ünü ve Xitay dek oylaydıgan veya aşındak tefekkür kıldığan adamı sanımı çık emesti. Ama bu da bu assimilasiya siyasetini uçuk aşkar ilip bir vadı da hazır. Hem de bu tılını kaldırıvatıdı. Dinini bizim işiltivatıdı. Uygurlar siyasi merkezde jiraflaşıp git vardı. Yani Xitay başkuruş heyetinden ki işçide Uygurların sağını bağan sıra azayıp git vardı. Şarkı Türkistan'daki şu iktisat cettindeyli. Bu iktisatka Uygurlar usta deyimiz ama Şarkı Türkistan'da yani chetga qiyqilyotdi. Bu chetga qiyqilishi, merkezden jiraflashishi bularninki nadanlashishininki bir sebebi bo'ladi. Bu jarayonda ishkirda ya da u yerda o'qigan Uyg'ur bolalar bo'ladi. Bularning bir qismi hamda o'zining madaniyatida va o'zining urf-odatlarida bek az ma'lumotga sahip bo'lg'achqa Xitoy bergan ma'lumotlarga ko'proq sahip bo'ladi. Şundak turuqluq, yani bir kısım belki o Xitay'ınki terbiyesinden texima bir vatanperver veya milletperver bulup oturup çıkış mümkün. Bunların sanı hem de bunun azıydı ama Xitay perezler köpeydi. Çünkü
siyosiy, iqtisodiy va qolgan manfaatlarda Xitoy bilan yaqinlashgan vaqtida, Xitoydek bo'lgan vaqtida uning manfaati bo'lganligini hammadan biladi endi. Oddiy bir misolni bersak, misolga bir Uyg'urning bolasi Xitoychani yaxshi o'qigan bo'lsa, balki ish topalaydi deb o'ylaydi. Bu yolg'izlar Sharq Turkistonda emas, misolga Qozog'istondami shunda. Ruschani o'rgansang ish topsa, Xitoycha o'rgansang boy bo'lsa deydigan maqol tamsillarni paydo qilibdi. Bu nurg'un shuna ojiz millatlarda, davlatlarda bunday ahvollar bo'ladi endi. Uyg'urlar endi bu tarixda necha qitim bir ojizlashib, necha qitim bir kuchlangan. Har qitim kuchlanganda uningki bir sababi va u sabab bo'lsa, shu boshqa madaniyatni va o'zining madaniyatini yug'urib, uni bir madaniyat qilib o'tirib chiqqan. Shunga Uyg'urlarning yolg'izlar shu Xitoycha o'rganish yoda Xitoyningki odat qiliqlarni majburlashdan topayli o'rganish emas, G'arbnimi yaxshi o'rganish kerak deb o'ylayman. Ya'ni shu bo'lgan vaqtida masalan buningdan keyin masalan hozir bu qadamning yo'g'ini Xitoy yaqinqi zamonda atqanlik uchun buningdan keyingi assimilyatsiya natijasiga qarasak bo'ladi desak bo'ladimi? Yani bundan keyin Uyg'urlar rasman assimilyatsiya tarafiga darajasiga qarab yuzlandi deyishga bo'ladimi? Chunki hozir tilimiz o'zgaryapti. To'y qildirilyapmiz Xitoylar tarafidan. Hatto necha kunning oldida Tor dunyosida biz bir namoyish qildik. Bir Xitoyninki majbur bir Uyg'ur qizni qo'tullikqa olganlik voqeasiga qarshilik bildirish uchun. Ya'ni balkim buningga xalqimiz gap qilolmasa ojizlik tufayli atogin Xitoylar bizning xalqimizga umumyuzlik mana shunday bo'hronlarni etishi mumkin. Ya'ni to'y qilish nisbatini ko'paytirib o'tishi mumkin. Agar bunda bo'lgan vaqtida Uyg'urlar buningdan keyin assimilyatsiyasi jiddiy, buningdan keyin natijasini chiqarsak bo'ladi deb qarasak bo'ladi. Buni bir boshlang'ich deb ko'rsak bo'ldi. Ya'ni buningdan keyin mishna rasla Uyg'urlar Xitoylashib ketamdi degan yer kelgan chog'da buni deyish biroz qiyin. Buningki sabablari bor. Birisi Xitoy har doim mishna kuchlik, har doim Sharq Turkistonda mush besim siyosatni devam qila olamdi degan bir savol bor. Ikkinchisi Uyg'urlar bunda ahvolga qarab turamdi. Balki shu bir gap bor va qanchalar so'ngaki tekkan vaqtida undan keyin inkos bildirdi deb. Balki Uyg'urlar texmi o'qinish mumkin. Bunda nimalar omillar bo'lgan vaqtida balki Xitoyningki assimilyatsiya siyosati 20 yo'lda qilish mumkin. Balki Uyg'urlarni texmi kuchlantirish mumkin. O'z vaqtida misolga o'rta chog' vaqtlarda 10-asrdan 15-asrda shu Gansudagi Serb Uyg'urlarningki davlati bordi, Turkmanda bir Uyg'ur davlati bordi. Bular hammasi ham Uyg'urcha ham Xitoycha biladi. Ikki tilni bilgachga Ipak yo'liningki shu megizlik yerda tug'ashqa bular o'ziga xos bir madaniyat yaratgan. Bo'libmi Turkmandagi Uyg'urlar. Turkmandagi Uyg'urlarningki yaratgan o madaniyati o Uyg'urni qo'g'dab qolgan gap. Bu yaratgan madaniyatningki yodigarlari hozir dunyoda eng cho'ng davlatlarningki muzeyda va milliy kutubxonalarda topildi. Bugun dunyoda nurg'un odam ashni tadqiq qilib doktora bo'ldi, professor bo'ldi. Ya'ni bunday misollarmi bor endi. Shunga endi Uyg'urlar o'qinish lozim. O'qinish bilan birlikda chet davlatlar bilan bir butunlashishni o'ylash lozim. Ya'ni Sharq Turkiston xalqi siyosiy chetdan bu Beijingga bog'langan bilan uningki dini, urf-odati, irqiy shu qolgan urf-odatlari, folklor degan ziyonlarni elib kelar. Shunga bu ansirashdan topayli Xitoyga qarshi bular ittifoq qurish mumkin. U vaqtida misolga Tibet, Uyg'ur, Mo'ng'ul, Manchur deganlarni qo'g'dashga va ularningki talablariga javob berishga
bunda ehtimalimi bor. Bunda ahvol bo'lib qolgan vaqtidami Uyg'urlarningki shu hammasining assimilyatsiya bo'lib ketishi natoyin deb o'ylayman. Bunday bo'lganda hozirgi suhbatdan qaragan vaqtida assimilyatsiya bir millatni ya'ni qarshi tarafning o'zgartirib o'tish harakati deb misolga olsak va bu assimilyatsiyadagi 3 asosiy cho'ng nuqta bor ekan. Til, changlashtirish deymiz biz normalda. Uyg'urchada bir-biri bilan kelishtirish, ikki millatni bir-biriga changlashtirish. Buningdan boshqa ma'rif dedik. Hozir Xitoy 3-lisini ishga soldi. Ama bizde bununla karşı Xitay bizga hücum qo'ydi hozir. Yani assimilyatsiya urushini qo'zg'adi. Biz bununla karşı nima ish qila olamiz? Yani bizning qo'limizda qanday bir kuch bor. Masalan biz deymizki, din o'qiganlar Alloh biz bilan birga va la tahinu va la tahsanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Agar sizlar rostchillar Allohga iymon keltiradigan bo'lsanglar, g'am qilmanglar, uzilmanglar. Va la tahsanu va antumul a'launa. Sizlar ustun yashaysizlar, sizlar g'alaba qilasizlar, sizlar xor bo'lib qolmaysizlar. Haqiqiy mu'min bo'lsanglar deb bu oyatlar bilan biz davomli har zaman o'zimizni ma'naviy tarafdan oziqlantirib turibmiz, kuchlantirib turibmiz. Bizning qo'limizda masalan, ya'ni bizning yinimizda Allohimiz bor deymiz va dinimiz bizning eng cho'ng yo'lanchigimiz, eng cho'ng kuchimiz. Shuningga o'xshagandek Uyg'urlarning uningdan boshqa milliy kultur tarafdan bo'lsin, mayli yerlik ma'rifi bo'lsin. Masalan, bugun chet ellarda maktablar qurilyapti. İstanbulda maktablar qurilyapti. Uyg'urlar O'rta Osiyoda maktablar ochildi. Boshqa yerlarda dernek şekildeki maktablar qurilyapti. Ammo Sharq Turkistonda hech qanday bir ish qilolmayapmiz. Hatto ovozimizni anglatishga nim qilolmayapmiz. Bu shaklda Uyg'ur xalqi biz chet eldagilar o'zimizni qo'g'day oladigan nurg'un avantajlarimiz bor, imkoniyatlarimiz bor. Ammo Sharq Turkiston xalqi bugun dinidinmi el qo'yildi, ya'ni dindan arilyapti, Allohdan arilyapti. Ya'ni Sharq Turkiston xalqining yaratquchisi, yindi tug'uvchisi, uning rizq berguvchisi, uning taqdirini belgilaguvchisi Allohni uningga ko'rsatmaslik, uningdan yiroqlashtirish uchun dinimizni yo'q qilib, masjidlarimizni chiqib, bayroqlarni tiklab, hatto men necha kundan oldida bir xabarni oldim. Mening akam Qur'on o'qishni bilganligi uchun 10 yil kesildi deydi. Qur'on o'qishni bilganligi uchun. Yana Qur'on, jay namoz, masalan, tor dunyosida taqilib jay namozlar, Qur'onlar ko'ydirilyapti. Bugun Sharq Turkistonda din deydigan bir narsani, islom dini degan bir narsani butunlay yo'q qilib o'tish uchun Xitoy qadamini tashladi. Buyuk bir kuchimizdan bizni ayirib o'tishga uriniyotidu. Uningdan boshqa bevositalarimiz bormi? Ya'ni Sharq Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilarining bu assimilyatsiya urushiga qarshi o'zini qo'g'dig'idek va yoki ataka o'taligidek, hujum o'taligidek bir kuchi bormi? Bu to'g'risida tushunchalarni deb baqsanlar. Endi İslamiyetni bir Uyg'urlarningki ko'nglining ichidan chiqarib o'tish bek oson bo'lmaydi deb o'ylayman. Agarda e'tiqodi bo'lsa, Allohga iymoni kuchli bo'lsa, uni hech bo'lmasa shu ziynjatda va qallasindimi buni ibodatini qilg'ili bo'ldi va tafakkurini qilg'ili bo'ldi. Faqat bizningki mamlakatga islomiyat kirgan vaqtida o bir kitobi islom shaklida kirgan emas. Mana degan vaqtida O'rta Osiyodagi dinlarningki bir qoldiqlari bilan bunday birlashib undan keyin kirgan. Shuni demoqchi, bizningki mamlakatda misolga boshqa musulmon davlatlardek, misolga Saljuqli Osmonlilardek, hozirgi Turkiyadek madrasa bilan, har yerda madrasa bilan yetishtirgan bir din ma'rifi yo'qdi. O'z vaqtida ba'zi vaqflar bor, madrasa bor, ular hammasi rayon xarakterlik yoki mahalla xarakterlik. Bunda umumiyat jihatdan bunda bir ma'rif berilmadi. Shunga islomiyatningki Sharq Turkistondagi ahvolimi boshqa davlatlarga qaragan chaqda bir ojizlikmi bor bu yerda. Buni e'tiqod jihatdagi ojizlik demayapman. Ya'ni islomiyatningki ojizlik.
bir tilga aylandırıvatıdı. İlmi ve akademik tilden jiraklaştırıvatıdı. Bu kamçılıkını belki şu chet eldeki Uygurlar toluqlasa buludu dep oylayman. Misalga 15. 16. esirlerde O'rta Asya'da bütün şu Türkiye halklar Uygurlar şunda, Uygur'un ki atı bolsun şunda. Bular hemsi Persçe bilan yazışını bek halaydı. Çünkü bu 15. asırdaki edebiyatını şu divan edebiyatı deydi. Ama yalnızla şu Alişir Navai şu Çağataycı degan bu tilda yazılı ve nurgun eserlerini yazıp kaldırıp koygan. Ve bu şahsı muşunda cık eserlerini kaldırıp koymagan bolsa, aşı orta çağdan keyinki şu umumi Türk tilimi yo'qolib ketishining kimi ihtimoli bor. Shuni demoqchi. Yani bu bütün halk kopup o akademik Uygur tilini ügünümüz demisima ama muyum şahsiyetler şu akademik Uygur tilini yani yazık Uygur tilini eğer de qo'g'dab qila olsa, bunun bilan eser yazalgan bolsa, çöçek yazalgan bolsa, roman yazalgan bolsa, tarih yazalgan bolsa, bence bu tilni qo'g'dab qoladi. Til qo'g'dangandan keyin u millat qo'g'danadi. İkincisi şu medeniyetini, bizning Uygurca'da medeniyet ve kültür deb da ayrım qilmaydi. Yani hem kültür hem medeniyetni qo'g'dash jihatda belki kültürünü qo'g'day oladi, ama medeniyet jihatda Xitoyninki bisimiga uchrab ketish mumkin. Shuningga bu kültür bilan birlikda o'zininki urf-odatlarigacha mushni hech bo'lmasa qanchalik qo'g'day olsa shunchalik qo'g'dash lozim. Mesela bu angni yaratish uchun bu ang jihatda nurg'un narsalar yezish lozim. Uyg'urlarninki shu yaqinqi 100 yilning ichida ma'u xalqaro seviyadagi bir filosoflar chiqmadi. Xalqaro seviyadagi bir ijtimoiy fanlar jihatda nima jamiyat shunos chiqmadi. Xalqaro seviyada tarixchilar ancha muncha Çıkarılmadı deb tushunsak bo'lamdi yoki chiqib boqmadimi? Çıkarılmadı desek mi buldu, çıkmadı desek mi buldu? 15. asırdan keyin şu İpek yolu yıkılganda, şu tükep ketgandan keyin, iqtisodi çökep ketgandan keyin, qolgan medeniyetler hemsi çökkan. Onundan keyin Sharq Turkiston şu medeniyeti çöküşüge qarablı mangan hemdi. Dünya medeniyetininki dünya medeniyetinin merkezinde jiroq mı qolgan? Chet eldan veya g'arbdan ilmiy narsalarni o'rganishda cheklangan. Bu sebepten tüpeyli keynida qolgan bir ahvol bor. Ben degan shu fanlarda yetishgan odamlar bo'lgan bo'lsa, bizningki milliy kimlikka nazariya qo'ya oladi. Qandaq sharoitda, qandaq amillar bilan birlikda bir Uyg'ur bo'la oladi. Yoki yana shu sharoitda, shu shartlarda qandaq adam Sharq Turkistonlik bo'la oladi. Ya'ni Uyg'ur millati va Sharq Turkiston millati degan hukmlarni ondan keyin tushuna oladi. Ama bularni o'rgatgan bizningki bu siyosiy ilmda, diniy ilmda, falsafa jihatda, ijtimoiy bu nima sotsiologiya jihatda, tarix jihatda bularni qilganlar yo'q. Ama shu 16. asrdan itibaren shu Yevropaninki tarixiga qaraydigan bo'lsak, bunda adamlar nurgun çıkan, nurgun ufkumlarını yaratkan. Muşu yaratkan ufkum bile bular milletleşken. Şunaşka chet eldeki Uygurlar muşu kesiplerime ekmet berip, muşu kesipini ügengen kesipi bile Uygur milletinin ki bu kimliğine qanday qo'g'dab qilish chetda nazariyelerini yaratish lazım ve qolgan siyasiyonlar ve bu faaliyetçiler muşu hukumlarını, nazariyeni icraat yolu ile Uygurlarını qo'g'dashga tirishish lazım. Sırtta eğer de bunda bir güç paydo bo'lsa, ishchigima qarab singidi deb o'ylayman. Ama bu chet elda bu siz degandek buningki asosliq bu milliy kimlikni qo'g'dab qilish masalasida, ya'ni Sharq Turkiston xalqining milliy kimligini qo'g'dashda chet eldan bir milliy manba, milliy ilm vatanga kelish kerak. Ammo bu ishni taqib oldi. Hatto chet elning
şekilde bir hizmet aletiga kirse, onundan keyin sizlar deyotgan bu maqsadga yetkili bo'ladi deb qarayman. Undaqda men eng oxirgi savolni so'ray. Undan keyin mana nurg'un qarindoshlarimiz ba'zi savollarni so'rabdi ekan, biz shu savollarga javob bersak bo'lamdi. Ya'ni asmila to'g'risida hozir men biroz deb o'tib ketdik. Chet eldagi mollalar, olimlar, ziyolilar, akademiklar, taliblar, o'quvchilar, ya'ni umuman chet el muhojirlar dunyosi, Uyg'ur muhojirlar dunyosi Sharq Turkiston xalqi uchun agar bir kishilik to'pamni qo'shiman, bir kuchli xizmat qilaman desa, ya'ni bu jihatda nima xizmatlarni qilish kerak, bu to'g'risida qisqacha bir tushuncha bersizlar. Undan keyin biz qarindoshlarning so'ragan savollariga javob bersak. Bence ikki yo'lni tanlash lazım deyman. Bir yo'li shu iqtisod bilan shug'ullanish lazım. Uyg'urlar bu ticaretlerde bir mahirlik batı ama kullanılan uslupları hemmisi şu otur çağdaki usluplar. Bunu modern, zamanıvi usluplarla şu iktisadını güçlendiriş lazım. İkinci yolu şu ilimge müracaat kılış lazım. Xitay bilan Uyg'urlar ilişmen deydigan bo'lsa, misalga ermi jetdan, bilim jetdan, texnologiya jetdan, ma'rif jetdan, coğrafya jetdan, nüfus jetdan, yani yig'ib kelgan chog'da hech bir jetda Xitoy bilan ilisha oladigan kuch yo'q. Ama Uyg'urlarga qolgan bir kuchi var, u bo'lsa shu aql kuchi. Allah hayvan bilan farqi bo'lib, shu aqlni bergan bo'lsa, shu aqlni ishlatadigan vaqt keldi. Hammada men aqlni ishlatyapman deydi, ama mening deyotgan aql biraz yuqurroq. Hem de bu akıl degan vaqtida bir ang meselesi ma bu yerda bor. Men seviye deganni demayapman, angni deyapman. Shuning bilan bu ilim yo'li bilan balki bir fikr yaratish. Sharq Turkiston xalqini bugungi bu ajoyib zaif holatini o'zgartirish uchun chet elda yangi aqlchilar, aql odamlari o'tirg'i chiqish kerak demoqchisiz. Shunda fikrlarni yaratish lazım, akıl nima millatni qo'g'dash uchun qanday yo'llarni izlash lazım degandek, bular hammasi bilim bilan bo'ladi. Misalga bu g'arbliklar keyingi 500 yilda agarda dunyoninki eng kuchli jamiyat va davlat bo'lgan bo'lsa, hamda shu fan bilimlarninki markazi bo'lgan bo'lsa, bular shu ilimga ahamiyat bergan bilan boshladi. Bo'libmi 15-asrdan keyingi shu Renessans bilan boshlaydi. Xilma-xil iqimlarni, xilma-xil narsalarni ijod qildi. Misalga Angliyada shu birinchi sanoyi inqilobi boshildi. Başlangandan keyin Angliyani dunyoninki eng cho'ng davlat qila oldi. Ikkinchi sanoyi misalga Amerikada boshlandi, shu elektronik. Üçüncü sanayimi Amerika'da bo'ldi. Hozirgi shu internet deymiz, shu bilgisayar, kompüter deymiz, yani bilişim teknoloji deymiz. Hozir 4-cü sanayiga ketib bordi. Yani sunniy bilimi bo'lib ko'rinayotgan. Yani sunniy kuch bilan aql yarata oladigan bir sanayini boshlab Misalga Uyg'urlar aslında bir yukarı panlarda müjdat noçi adamlar bo'lgan bo'lsa, o'ma vatan millet için bir hizmet qilgan bo'ladi. Çünkü qanday olmasa o bir Uyg'ur bo'lgandan keyin Uyg'urlar onunla faxrlanadi ve Uyg'urluk kuchlanadi. O'zi balki yolg'iz Uyg'urlardan sırt ishlagan taqdirdami, yanıla onunki Uyg'ur kimligidan qochamaydi o. Çünkü bir haq onu Uyg'ur deydi, değil mi? Bu şekildeki adamları mence chet elde az emas. Mening bilishimcha bir 40-50 doktor, bir qancha professor, aql odamlari bor. Undan boshqa din o'qigan olimlarmi xili ko'p. Ama bu yerda bir ko'rilayotgan masala nima desa, hozir chet elda doktorlarimizdan sanoqli kishilar ham bu mas'uliyatni tonib bu xizmatga otilyapti. To'nimagan asosan mesela eğer 10%'ga araydigan bo'lsak, 10'ning 7'si ya 8'i uyqu altida. Doktorlarimizning yoki cho'ng organlarda ishlayotganlarning yoki